Xo'p, Ma'murjon aka, allergiya nima o'zi? Allergiya bu organizmning oddiy moddalarga, ya'ni gulchanga, ovqat moddalari, dorilarga, maishiy changlarga nisbatan haddan tashqari reaksiyasi allergiyadir. Eng ko'p uchraydigan allergiya turlari qaysilar? Bu mavsumiy allergiyalar, ya'ni gulchanga nisbatan allergiyalar. Bundan tashqari ovqat allergiyasi, dori moddalarga nisbatan allergiya, teridagi har xil allergik kasalliklar ham juda ko'p uchraydi. Ayniqsa oxirgi vaqtda to'rvoq kasalligi juda katta muammolardan biriga aylanib bormoqda. Allergiya turlarini qanday aniqlab olish mumkin? Sababsiz qansirash, tungi nafas qisishlari, teridagi har xil toshmalar, mavsum davomida hosil bo'ladigan burundan suv oqishi, ko'zdan yosh oqishi, ko'zdagi qizarishlar, burun, tangdagi qizarishlari, teridagi har xil o'z-o'zidan o'zi paydo bo'lib, yo'q bo'lib turadigan belgilarga qarab allergiyani oson ajratish mumkin. Allergiya tug'ma bo'ladimi yoki keyinchalik paydo bo'ladimi? Asosan nasliy moyillik tufayli ota-onadan bolaga beriladi. Lekin bolada tug'ma moyillik qonda bo'lsa ham, yashash tarzi, hayot tarzi, ovqatlanishlari to'g'ri bo'lsa, kasallik umuman paydo bo'lmasligi mumkin. Kasallikni avj oldiradigan sabablar hayot davomida qilinadigan holatlar. Allergik kasalliklar paydo bo'lishiga asosiy sabab ovqat moddalari yoki changlarga nisbatan hayot davomida orttiriladigan allergiyalardir. Bolalarda allergiya qaysi yoshdan boshlanadi? Bolalarda allergiya erta yoshidan boshlanadi. Asosan 2 oylikdan boshlab ko'pincha allergiyaning belgilari boshlanadi. Bolalarda uchraydigan eng ko'p allergik kasalliklardan bittasi bu atopik dermatit kasalligi. Asosan bu 2-3 oylikdan boshlab boshlanadi. Ba'zan unda ertaroq ham boshlash mumkin. Bolalardagi allergiyalar asosan 2-3 yoshgacha ovqat allergiyalari ko'rinishida kechadi. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarni berib borishda davom etamiz.